Ishonmasang ham, mana shu 4 davlat butun dunyo bo'ylab qolgan barcha mamlakatlardan ko'proq futbol afsonalarini yetishtirgan. Birinchisi Braziliya. U shubhasiz futbol podshohidir. Hozirda turli mamlakatlar va ligalarda to'p so'rayotgan 3000 dan ortiq braziliyalik futbolchi bor. Bu mamlakat bizga Pele, Ronaldo Nazario va Neymardek afsonalarni berdi. Hatto shu yerga borsang, har bir bola to'p bilan mo'jiza ko'rsatadi. Ikkinchi Fransiya. Ular dunyo bo'ylab 2,5 mingga yaqin futbolchini eksport qilgan. Sababi ularning yuqori darajadagi akademiya tizimi, jumladan mashhur Clairefontaine. Bu yerda Zinedine Zidane, Thierry Henry va yosh bo'lishiga qaramay jahon chempioni bo'lgan Kylian Mbappe kabi yulduzlar o'sgan. Uchinchi Argentina. Dunyo bo'ylab 2000 dan ortiq argentinalik futbolchi to'p so'radi. Ular futbolni nafaqat sport, balki madaniyat darajasiga olib chiqqan. Faqat Maradona va Messining ismini ayting. Va agar Argentinaga borib, ular kim desang, uyingga qaytishing shubhali. River Plate va Boca Juniors akademiyalari nafaqat mahorat, balki jangchi ruhini ham tarbiyalaydi. To'rtinchisi Ispaniya. Ular o'zining to'p nazoratiga asoslangan tiki-taka uslubi bilan mashhur. Har yili Ispaniyaning yoshlar jamoalari raqiblariga qo'rquv soladi. Bu yerda futbol san'at darajasidagi madaniyat.